Ana pul 6 yil Rossiyaga kuchukda ishladim, bu yo'qotib qo'yaman, buni tillo qilib bosishim kerak. Jida oson. Tillochi bo'lmi ishonchli? Naim tillo. Naim tillo? Buyurishlar, bejoy buni ishonchli. Og'zingni yem, o'zi eshitsa ham qiladi. Naim tilloni eshitmaganmisan? Onasining qo'rnidan 1,5 kilo tillo bilan tushgan ekan. Ha balla, qanaysizlar? Bagilashgan metallo, makalatura. Ya tillo kerakmi? Tillo. Tillo bor? Tanlanglar. Aka tillo yo'q-ku bu yerda. Ola ham tillo uyga. Issiqlam shamol qo'ymanlar. Olasizlarmi tillo yo'qmi? Dangal gapiringlar. Olamiz. Mang. Yera turinglar. Hozir tilloni olib chiqib telefon qilaman. Yetib qolmanglar, tushundinglarmi? Mayli aka. Kimga telefon qiladi u kishi? Senga? Men nomerim yo'q-ku. Topadi u. Qana? Ko'ryapsanmi qanaqa seriozli odam bu? Ikkinchi nom Naim kontaktini, onasining qo'rnidan kontaktlar bilan tushgan ekan. Besh dunyoni kontakti bu. Unaga to'pa. Chiqadi. Keladi. Ha, keladi. Ya dadam telefonlarini o'chirib qo'yganlar. Dadangmi prichon? Aka nomeri yo'q-ku, qaytib dadam bilan chaqchaq qilib o'tiramizmi dedim. Qaysi uyga kirib ketding u? Ana. Qara darvozaga kirdi. Chop so'ra. Tillolar morak bo'lsin. Yo'q tillo. Darvoza mullaj ekan, arkasi dala siltagan yo'q Naim. Ya, ona o'zi dala bilan ham ana biznes qilibdimi deyman. Yo'q, vobshe o'zi yo'q. O'zi yo'qmi? Ya, u Naim o'zi 3 ta o'ti bor edi, podazreniya qilib yuraydimi o'zi. 3-chi oti nima edi? Naim Naybat. Kim Naybat qilganda biz hayron qolaydi, mana biz ekanmiz-da. البس زي لا وانا ركبت زي